Hozir mana shu mashinamizga azot qamadi, ponni havosini chiqarib yubordik-da. Chiqarib olibdi-da. Nima foyda bu? Azot bilan to'g'ri kompressor nima foydasi bor aka? Bu hozir azot apparatimiz bor, azot apparatimiz ichida 4 ta filtr bo'ladi, Ichida to'g'ri havoni, ichidagi havoni so'rib olib turib, filtrlab turib haydab beradi. Ballonni 100% yumshoq qilib beradi. Hozir bu azotda qamalgandan keyin bilinadi ballon yumshoq. Bilinadi, 100% bilinadi. Qaysi oylarga azot qilish kerak? Qishki, yozbon. Bahordan kuzgacha. Ha, o'sha sezon keldi hozir. Sezon keldi. Hozir qilsa misol yumshoq bo'ladi. 100% yumshoq bo'ladi. Agar yumshoq bo'lmasa, pullarni ham qaytaradi. Pullarni 100% qaytarib beradi. Matizdan Gentragacha 30 ming so'm aka. Qolgan mashinalar o'sha ob'yomga qarab narx bo'laveradi. Lagatsani ko'rsating, o'ramdan mana Bahringa yurganingizda chap qo'lda o'ramdan gedeta 300-400 metr o'tishingizda chap qo'lda Navesli vulkanizatsiya bor. Bitta hozir yog'ni ham Damas nech qilyapti dedingiz? Damaslar rossiyskiy yog'lari barcha turi 105 mingdan. 105 mingdan. 105 mingdan. Ha. Tijodan nima? Matiz Damaslargacha. 105 ming. 105 ming. Avtomat Gentralar kelsa-chi, misol. Gentralar avtomatlarga Dextron 6 yog' ketadi. Ularga 7 litr to'kib 7 litr quyib beramiz. Siz nomingizdan kelganlarga 420 ming so'm. O'zi ozroq ham quyadi, 5 litr ham quyadi. Ha, bir xil joylar 5,5 litr quyadi. Biz to'liq ko'zini oldida 7 litr to'kib 7 litr quyib beramiz. Hammasini opsiya almashar ekan. Opsiya almashtirib beramiz. Hozir batga azotga kelib yog'ni almashtirsa bo'lar ekanda. Bo'ladi. Yog'ni nech xil yog'lar bor? Yog'lar 50 xildan ortiq yog'larimiz bor. Rossiyskiy, germanskiy, Yevropaning barcha yog'lari, hamma yog'lardan bor. Ana avtomatlarni ham bunaqasini almashtiriladi. Avtomat nimadir dedi? Avtomat korobkani yog'i. Avtomat korobkani, masalan, avtomat korobkani yog'lari bor. Ular qanaqa, nech pul almashadi? O'sha avtomat korobkani yog'lari 420 ming bo'ladi. 420 ming. Mexanikaniki ham bor, avtomatiki ham bor, elektromobillari ham hamma turida bor. Elektromobillari yog'lari ham hamma yo'q. Elektromobillari ham hozir shahar ichida muammo, salon filtri, vozdux filtr, maslinli filtrlari hamma mashinaniki bor. Sizda bor, kelib bor, inshaalloh hamma yog'i bor. Lakatsamiz aytdik, yana bitta tashqaridan ko'rsatib qo'ying, bilmaganlarga to'liq bemalol tanish bilishlari jo'natishaveradi. Mana shu yerda kutib olamiz, xudo xolasa. Zaminamaslar chempion nomer 1, sog' bo'ling.